Ha, kelyapti aka. Yaxshi. Tuzumsizlar, charchamayapsizlarmi? Salomatligingiz yaxshimi? Xo'p, hozir bir minut. O'zingizam yaxshimisiz? Asqar aka, ishlaringiz yaxshimi? Ha, rahmat, Allohga shukr, yaxshi hammasi. Ha, gapi aka. Xo'p. Bo'pti, uchasini ikki qatdan ko'rsa bo'lar ekan. Uncha ko'rinmayapti. Hali vaqt cho'zmaymiz, darsga o'tamiz. Avvalambor hammalarga assalomu alaykum. Kuninglarni yaxshi o'tkazdinglarmi? Damlar yaxshi o'tdimi? Tuzumsizlar. Xo'p, bugun kecha tashalgan videolar bo'yicha darslikni o'zim mustahkamlab sizlarga o'tib beraman. Daskanalni qanaqa, nima, cho'kchimi, shunga qarab уже yog'ini olib ketamiz. Kecha men sizlarga ikki xil darslik tashladim. Ya'ni bittasi bu zona sifatida ishlatasizlar. Zona sifatida eg ni ishlatasizlar va undan tashqari entry uchun entry и re-entry uchun sizlarga ikki xil yo'nalish berdim. Ikki xil yo'nalish, ya'ni o'sha zona va ikki xil yo'nalishni ko'rib chiqamiz. Bu prosta sizlarga, ya'ni nima deydi, xamir uchidan patir deydi. Ya'ni o'sha entryga, ya'ni kimdir baribir bizda savdo qilyapti, hozirgi holatda ham, boshqa holatda ham o'sha o'zinglarni entrylarga qo'shib ketsanglar bo'ladi buni ham. Xo'p, birinchi ko'rib chiqamiz. Birinchi bo'lib bizda zona edi, ya'ni zona qanaqa shakllanadi bizda. Aytaylik, mana bizda switcha bor. Bizda switcha bor. Mana bu holatda shakllangan. Mana shu switchani bizda narx поглощение qiladi tepaga qarab. Hozir har bitta nyuansini ko'rsatib ketishga harakat qilaman sizlarga. Iltimos, iloji bo'lsa savol berayotganinglarda birinchi yaxshilab mana darslikni iltimos chalg'imasdan, qaqqadir bir vaqtinglarni ketkazmasdan yaxshilab eshitinglar. Keyin men tushuntirib o'tib ketgan narsamni yana menga savol tariqasida bermanglar, iltimos sizlardan. Iloji bo'lsa. Xo'p, birinchisi bu bizda zona. Ya'ni mana bu holatda bo'ladi. Ahamiyat berayotgan bo'lsanglar, men zonani narxning tanasi va narxning eng oxirgi minimumida yoki maksimumida joylashgan soyaga olaman. Mana shu holatda o'zim uchun zona yaratib olaman. Va narx kelgusida mana shu zonaga kelganda, men shu zonadan o'zim uchun entry qidirishga harakat qilaman. Aytaylik, narx har xil holatda kelishi mumkin. Balki ichkariroq kiradi, lekin yopilish tepada bo'ladi, keyin narx aytaylik tepaga qarab ketadi. Bizda ikki xil yo'nalish, ikki xil turi bor. Ya'ni bir xil payt narx mana bu holatda keladi. Keyin o'zidan sham tashiydi, uzun sham tashiydi, lekin zonani break qila olmaydi. Ya'ni zona break bo'lmaydi. Bu holatda bizda narx zonasi buzilmagan hisoblanadi va narxni kelgusi harakati tepaga ketish ehtimoli kattaroq bo'ladi. Nimaga? Chunki mana shu zonada o'ziga yarasha o'sha likvidlar yotgan bo'ladi. Ya'ni likvid deganda o'sha ob'yomlar yotgan bo'ladi va narx shu ob'yomdan tepaga harakat qilishni boshlaydi. Aytaylik, mana bu holatda va mana bu ko'rinishda примерно bo'ladi. Bu bizda zonani ichiga kirgan holi. Bizda mana bu holat bor. Ya'ni haqiqatdan ham sizlarda savol tug'ilishi mumkin. Okajon, например, qanaqa biz zonani ishlamaganligini qayerdan bilsak bo'ladi? Zonani ishlamagani mana bu holatda bo'ladi. Ya'ni narx zonani обязательно break qilib qo'yadi. Ya'ni mana bizda turburchi zona bor. Mana shu zonani mana bu yerdagi oxirgi qoldirgan soyasini buzib o'tadi. Narx tanani buzib o'tadi.
Hozir 1 minut. Xo'p, ovozim eshitilyaptimi? Eshitilyapti. Xo'p, davom etamiz. Menga savol berishingiz mumkin, ya'ni okey, biza zonani qanaqa buzilganini, ya'ni qachon mana shu zonadan chiqib ketish mumkinligini bilishimiz kerak, to'g'rimi? Shuni bilishimiz kerakligi uchun ham mana bu narsaga nazar tashlaymiz. Ya'ni biza kutgan zonani narx ob'yom bilan buzib o'tadi, ya'ni mana bu holatda buzadimi? Даже mana bu holat ham buzilishga kiradi mana. Ozgincha buzib o'tadi, aytaylik bu yerda shpilka qoldiradi. Mana bu holat ham buzilgan hisoblanadi. Nimaga? Chunki zonadan narx tashqarida ketdi. Bir xil paytda narx tepaga ketib qolish ehtimoli ham bo'ladi, yo'q emas. No, ko'p holatda narx o'z yo'lini davom etadi. Ya'ni shu yerda o'zidan srazu quliydi yoki mana shu yerda o'zidan narx tepaga ozgincha chiqib, прогулка qilib, keyin narx tepasiga qarab ketadi. Ya'ni bu holat bizda qarama-qarshi ij holatiga ishlab ketadi. Xo'p, buni tushunib oldik. Ya'ni mana bu holatda biz основной o'zimizdagi zona sifatida ishlatamiz. Buni multi time frame faqatgina H1 ishlatadigan bo'lsak, buni multi time frame M15 bo'ladi. Agar biz M30 dan zona oladigan bo'lsak, biz uchun multi time frame M5 bo'ladi. Ya'ni ahamiyat berayotgan bo'lsanglar, biz bitta time frame o'tkazib ketamiz orada. Ya'ni bu mana shu именно EG shamlarini anaqasi bo'ladi. Ya'ni time frame bo'ladi. Xo'p, endi ikkinchi holatga o'tamiz. Bizda ikkinchi holat bu entry edi. Ya'ni entryni har xil turi bor. Xo'p, birinchisidan boshlaymiz. Aytaylik, mana bu bizda sell sham edi va sell shamda o'zini aytaylik mana bu yerda shamlari bor edi. Ya'ni soyasi bor edi. Mana soyasi. Aytaylik, bu bizda odatiy holat, ya'ni odatiy sham. Hech qanaqa bir cho'zilgan yoki uzilgan joylari yo'q. Narx bu bizda ob'yom tepaga qarab buzib qo'yadi. Bu shamni tepaga qarab buzadi.
Bu narsa har doim esingizda tursin. Buni multi time frame faqatgina M15. Bo'ldi. M15 dan entry qilamiz. Bo'ldi. Boshqa hech qanaqa time frame kerak emas. Eng uzog'i stop hajmi bizda 40 punkt bo'ladi. Bilmaganlar uchun yana bir bor aytib o'tib ketaman. Ya'ni hamma 40 punktni har xil hisoblaydi. Kimdir 40 punktni 400 pips hisoblasa, 400 pips hisoblasa, kimdir mana shu 40 punktni 40 pips deb hisoblaydi. Aslida unaqa emas. O'zi 40 punkt nima? Ya'ni 40 punkt nimaga keladigan bo'lsa, bu aytaylik hozirgi paytda, например, narx 26.00 da turibdi deylik. 26.00 da turgan bo'lsa, 26.04 mana shu 26.04 mana shu 40 punkt bo'ladi. Ya'ni bizning stopimiz hech qachon 40 punktdan o'tish kerak emas. Chunki bu holatda stop har xil hajmda keladi. Ya'ni aytaylik 20 punktda keladi, 15 punkt, 10 punkt va 30 punkt, 38 punkt atrofida keladi. 40 punktdan oshib ketadigan bo'lsa, значит, объем juda ham katta bo'ladi. Biz u yerda уже qo'shilib ola olmaymiz, bozorga o'tkazib olishga harakat qilamiz. Hammaga tushunarli bo'ldi. Ya'ni bizning entryimiz faqatgina M15, mana bu holatda faqatgina M15 ni kutamiz. Faqat M15 bo'ldi. Boshqa hech qanaqa time frame kerak emas. Stop hajmimiz har doim 40 punkt bo'ladi. Tepamiz har doim 1.2 bo'ladi. Обязательно 1.2 tepa bo'ladi. Va buni bu narsani o'zingizlar test qilib chiqsanglar bo'ladi. Bu live'da ham harakat qilib ko'rsanglar bo'ladi. Test qilib, buni win rate hisobi 92-90% ga tenglashtiriladi. Ya'ni entry holatida. Aytaylik, dальше ketamiz. Bizda, например, mana bu yerda ahamiyat berayotgan bo'lsanglar, narx nima qilyapti? Поглощение qilyapti. Ya'ni narxni breakout qilyapti. Narx to'liq breakout qilgandan keyin mana bizda aytaylik, mana bu yerda buy sham ochilgan bo'lsa, buy shamni ochilishi open har doim pastda bo'ladi. Close tepada bo'ladi. Sellda bu tepada open, pastda close bo'ladi. Ya'ni kirish va chiqish. Mana shu buy sham chiqish zonada, ya'ni aytaylik M15 da biz kuzatib turgan bo'lsak, M15 yopilishi bilan mana shu joydan biz bozorga kiramiz. Stopimizni mana bu oxirgi minimumdan ozgincha pastga tushirib qo'yamiz. Ya'ni 2 punkt, 1 punkt oralig'ida tushirib qo'yamiz. Mana bu bizaga entry uchun stop zona bo'ladi. Mana bu stop zona bo'ladi. Bu biza uchun 1.2 entry bo'ladi. Ya'ni buni уже mana 1.2 entry qilib qo'yamiz. Mana shu holatda bo'ladi. Keyingi sham ko'p holatda srazu tepaga o'z harakatini boshlaydi. Yokida sham pastga tushib turib, pastda bitta mana bu joyga bitta retest berib, keyin уже marketni yengilagan holatda o'zini tepasiga yetib oladi. Bunda bu entryda ko'p anaqa kutib o'tirmaysizlar. Ya'ni ko'p vaqt kutib o'tirmaysizlar. Bu juda ham tez beradi. Ya'ni 15 minutlik time frame 2 ta svechasi yoki 3 ta svechasi bo'ladi. Bu holatda yana sal boshqacharoq holati bor. Ya'ni aytaylik, mana bu bizada mana sham bo'ladigan bo'lsa, aytaylik mana bu qizil sham. Qizil sham mana bu holatda ham shakllanib qoladi. Ya'ni kichkina объем bo'ladi, lekin shamlar hisobi juda ham katta bo'ladi. Mana bu holatda bo'ladi. Ya'ni bu bizda o'sha tradingda aytaylik qanaqadir klassika bilan yoki svechnoy patternlar bilan ishlaydiganlar buni biladi. Nimadir nomi bor buni. O'sha zolotaya doj deydimi, nimadir dojri deydimi, nimadir deydi, короче. Mana shu holatda narx shakllanadi. Mana bunaqa bo'ladi. Bu yoqda уже объемный zona bo'ladi. Mana bunaqa bo'ladi. Bu yerda ham buzadi. Endi bu yerda ham bitta narsaga ahamiyat berasizlar. Bu joyda ham ko'rayotgan bo'lsanglar, narx nima qilyapti? Обязательно break qilyapti. Svecha qanaqa yopilishidan qat'iy nazar, mana bizda breakout bo'lyapti. Breakout bo'lgandan keyin biz bu joydan уже o'zimizga nima qidiramiz? Ya'ni entryni, stopini qidiramiz. Mana kichkina joyga stop qo'yamiz. Bu yerga уже tepani qo'yamiz и уже 1.2 ishlaymiz. Svecha mana shu holatlarda keladi и ko'p holatda o'sha 1.2 holatida 1.2 соотношениеda ishlab beradi. Buni o'sha ko'proq live holatda test qilsanglar, ancha savdoda o'sha o'zingizlarning qo'rquvinglar boshqasi ketadi. Qo'rquv yo'qolishni boshlaydi. Bu bizda birinchi entry bo'ladi. Endi biz sizlar bilan ikkinchi entryni ko'rib chiqamiz. Mana bu holatni sal o'zgacharoq turi bo'ladi. Qanaqa bo'ladi u? Aytaylik, bizda mana buy sham keldi. Mana bu joyda buy sham keldi. Va orada bizda sell sham paydo bo'lib qoldi.
Aytaylik, sell ham har doim paydo bo'ladi. Nimaga? Chunki retest bozor retest beradi. Bu yerda mana narx yana tepaga ketishda davom etadi, yana tepaga ketadi. Va bizada mana bu joyda bitta dona sham qolib ketadi, ya'ni sell sham qolib ketadi va bizada mana bu holatda bo'ladi. Ahamiyat beramiz, bu yerda ham обязательно sham break qilishi shart. Ya'ni mana bu holatni ham va mana bu yerda keladigan holatni ham narx break qilishi shart bo'lib qoladi. Bu yerda уже narx aytaylik keyin razvorot oladi, razvorot olib pastga tushishni boshlaydi va bu yerdan уже nima qiladi? Ko'rayotganimizdek break qilib qo'yadi. Narx break qilib qo'ygandan keyin, narx bu yerda break qilib qo'ygandan keyin aytaylik bizda mana bu joyda switchalar hosil bo'ladi. Mana bu yerda bizda mana switchalar hosil bo'ldi va narx mana bu joyda уже sellga qarab narx o'zgarishni boshladi. Biz mana shu joyda bozordan foydalangan holda sellga kirib olishimiz kerak. Biz qanaqa qilib kiramiz? Mana bu joyda ahamiyat beramiz. Ko'ramizki, narxni mana bu sell shamni buy sham to'laqonli поглощение qilyapti. To'laqonli поглощение qilgandan keyin mana buni olib tashlaymiz va bu yerdan biz o'zimiz uchun mana buni qilib zona qoladi. Ahamiyat berayotgan bo'lsanglar, bu zona menda nima bo'lyapti? Ya'ni mana bu tana va shpilka holatida olinyapti. Bizda mana ko'rishimiz mumkin, mana bu shpilkani tana absolutniy break qildi. Ya'ni absolutniy impuls bilan buzib o'tdi. Narx absolutniy break bilan buzib o'tgandan keyin narx tepaga harakatini boshlaydi va bu yerdan razvorot pastga oladi. Ahamiyat bergan bo'lsanglar, bu holatda mana qaranglar. Bu holatda biz buyga ishlayapmiz, lekin mana shu biz buyga ishlaydigan pozitsiyamizni srazu sellga olib ketyapmiz. Tushunasizlar? Ya'ni bu holatda biz sellni ham, buyni ham olib keta olamiz. Nimaga o'sha ham buy ham sell ochilishining sababi mana shunda bo'ladi. Ya'ni re-entry, menda entry confirmation ko'pligi uchun ham ko'zimga ko'rgan entry confirmation ko'zimga ko'rindimi, 3-4 xil variantini qidiraman va o'sha 3-4 xil variantini topganimdan keyin, ya'ni confirmation hisobini 4 ta 5 taga yetkazganimdan keyin entry qilaman. Va ko'p holatda bez risk, bez nichevo bozor yurib beradi. Endi yana bitta holat bor. Bizda mana shu holatda 2 xil entry bo'ladi. 2 xil entry deganda qanaqa entry? Ya'ni birinchisi high risk entry bo'ladi. High risk entry degani har doim riskka amal qilib kirilish kerak degan holatni beradi. Bizda low entry bo'ladi. Low entry bizda bu full margin holati hisoblanadi. Full margin. Nimaga asoslanib kiramiz degan savolga mana hozir men sizlarga javob beraman. Narx aytaylik mana bu yerda buyga harakatni boshladi. Mana bizda buy holat keldi va narx tepaga shpilka tashladi va lekin yopilish, ahamiyat beringlar, zonaga nisbatan pastda bo'ldi. Va keyingi shamning pastga ketish ehtimolligi juda ham katta bo'ladi. Ya'ni narx pastga обязательно o'z harakatini beradi. Keyin yana bir narsani hozir uqtirib o'tib ketaman sizlarga. Ko'p odamlarni ko'rganmiz, что bitta bozorga kirgandan keyin o'zicha 100 punkt tushamoqchi bo'ladi, 200 punkt, 300 punkt kerak emas. Biz unaqa ushamaymiz. Menda nimaga hamma bolalar menda stabilniy, chunki bozor berganda olib chiqib ketamiz. Chunki mana bu holatlar kun davomida 3 marta, 4 marta atrofida beriladi. Aytaylik, menda har doim tepa bir xil punktda bo'ladi va bu bir xil punkt 50 punkt bo'ladi. Bu 001 uchun aytaylik $5, $5. Bu уже 50 punkt bizlar uchun 0.10 lot uchun bu $50. 0.50 $. Bir lot uchun bu $500. Mana shu risk punkti. Ya'ni o'sha boya aytganimdek, hamma punktni har xil hisoblaydi. 50 pips boshqa men aytga qo'shib qo'yaman, o'zimni qo'shimchamni. Ya'ni bu yerda 500 pips bo'ladi. 500 pips bu 50 punkt degani. 500 pips bu 50 punkt degani. Ya'ni mana shu holat bo'ladi. Aytaylik narx mana ko'rsatib ham o'tib ketaman tushunishinglar uchun. Mana aytaylik, mana narx ko'ryapmizki 27-25 ta turibdi. Keyingi narx значит bizda 27-30 bo'ladi. Mana ko'rishimiz mumkin. Mana bizda 27-30. Mana 27-30 da narx turibdi va mana buni olib turib, biz narxni mana bundoq qiladigan bo'lsak, mana bizda tak bu yerda 40 nimaga bundoq chiqyapti? 25-30 ku. Mana bu pas ekan u. 25 mana 30. Mana bizda 50 punkt. Mana shu 50 punktni har doim men bozordan olib chiqib ketaman. Qolganini bezubitga qo'yib, save holatiga qo'yib yuboraman. Bo'ldi, yog'iga уже
bozor уже o'zini yo'nalishi holatda ketadi. Endi esingizda tursin, har doim mana bu holat bizada har doim low risk holati bo'ladi. Low risk holat. Endi high risk holatini ko'ramiz. High riskda har doim narx tana bilan kirib keladi. Mana. Tana bilan mana shu holatda kirib keladi va bu katta ehtimol bilan narx tepaga ketish ehtimoli bor degan narsani beradi. Ya'ni katta ehtimol bilan narx tepaga otib ham mumkin. Ya'ni pastga ketmaydi va tepaga otaveradi. Yoki shu yerda o'zidan narx nima qiladi? Razvorot olishni boshlaydi. Ya'ni narx mana shu yerda o'zidan razvorot olib pastga qarab ketadi. Buni o'chiramiz. Mana shu holat bo'ladi. Mana bizada mana shu 3 ta entry bo'ladi. Ya'ni 2 ta entry, bitta zona bo'ladi. Buni sizlarga o'sha tashab qo'yaman o'zingizlar uchun, o'sha chizib olasizlarmi, boshqa qilib olasizlarmi? Xohlasanglar videodan ko'ribmi, farqi yo'q. O'sha nima qaysi bir udobniy bo'lsa, o'shani qilib olasizlar. Hozir men tashab qo'yaman. Tak, knife thread. Hop. Tak, A gruppaga ham A gruppaga tashladimmi? A gruppa live threadga tushdimi hozirgi chizganlarim? Qarab oringlar. Tushdi. Bo'ldi, qarasha, tushgan bo'lsa yaxshi. Xo'p, bularni o'chiramiz. Endi xuddi shu holatda bozorda ko'rib chiqamiz sizlar bilan. Aytaylik, bizaga mana H1 turibdi va mana shu pastdan boshlab olib kelaveramiz. Aytaylik, bizada birinchi narsa bu zona edi. Ya'ni zona deganda mana bu EG holati edi mana. Mana bizada EG holat. Ya'ni bizada mana narx EG, ya'ni ko'ramizki, hammasini tasdig'i bilan sizlarga ko'rsatib o'tib ketaman. Yaxshilab ahamiyat beringlar. Keyin o'sha kerak emas savollar bo'lmasligi uchun. Mana bizada break. Mana bizada narx break qildi. Mana shuni qizil qilib qo'yib, hammaga ko'rinishi uchun. Mana narx bizada break qildi. Break qilgandan keyin o'sha nima qilyapti? Ko'rayotgan bo'lsanglar, narx EG shamga urib, EG shamdan o'sha razvorot olib, tepaga qarab ketishni boshladi. Bu yerda o'sha multi time frame'larga ham o'tish kerak. Menimcha multi time frame'ni ochadigan bo'lsam, bu yoqlarni o'sha ko'rsatmaydi. O'sha platni anaqani so'raydi. Dash o'tib ketaveraman, tepada o'sha qolganlarni ham ko'rsatib ketaman. Mana bu yerda o'sha narx ketyapti. Market struktura bo'yicha harakat qilyapti. Ko'rayotgan bo'lsangiz, mana ko'p odam market strukturaga o'zi ahamiyat bermaydi, lekin bozor market struktura bo'yicha o'z high, o'z low'larini yengilagan holda tepaga qarab ketaveradi. Ya'ni bu bizada uptrend holati bo'ladi. Narx mana bizada EG yasadi. Narx EG shamdan chiqqandan keyin bizada boya sizlarga ko'rsatganim mana bu nima edi? Ya'ni EG file mana. EG file. Ahamiyat beringlar, EG file'da mana bizada to'liq break bor, mana to'liq break. Bitta narsa esingizda tursin. Har doim EG file'da pastga ham impuls bilan, tepaga ham impuls bilan yorishi shart. Обязательно. Tushunasizlar? Ya'ni narxni tana impuls bilan buzib yorish kerak. O'sha keyingi harakat o'sha narx beradi. Ahamiyat berayotgan bo'lsanglar, mana bizada ikki xil yopilish. Birinchisi high risk holatida, ikkinchisi nima holatda? Low risk holatida yopiladi. Ya'ni bu joyda o'sha low risk holatida ishlab ketilinadi. Narx o'sha mana bu yerdan razvorot olyapti, o'sha tepaga chiqyapti. Bu joylarda o'sha hech qanaqa bizga entry holat bo'lmayapti. Faqatgina mana bu joydan tashqari. Yana bitta holatni ko'rib ketamiz. Uni bu yerda ko'ra olmaymiz, chunki time frame katta, H1. Shu joyi M15 da ham ko'rishga harakat qilib ko'raman. Qani ochadimikan? Bo'ldi, ochar ekan. Qaranglar, ahamiyat beramiz. Bizada birinchi bo'lib entryni berdi. Mana bizada birinchi entry. Ikkitalik holat bo'yicha. Ahamiyat beringlar, bizada nima bo'lyapti? Mana bu narxni 64 punkt bo'lyapti. Всё. Bu holatni biz o'tkazib yuboramiz. Chunki bu holat bizga to'g'ri kelmaydi. Chunki risk соотношенияsi katta. Lekin keyingi, ya'ni buy tepaga uchgandan keyin keyingi holatda bozor beryapti va bizada mana stop
holati 47 bo'lyapti. Bu joyda ham kira olmaymiz, chunki risk holati ko'payib ketyapti. Bizda keyin уже katta time frame, aytaylik H1 da EG faylit berdi. EG faylitdan kirishni boshladi. O'zi esingizda tursa, H1 EG faylit o'zi ishlatilmaydi. EG fayl ishlatilmaydi. Prosta men EG faylit qilib nimaga olaman? Ya'ni RBS, SBR aniqlab olish uchun mana bu RBS bo'ladigan bo'lsa, mana shu RBS dan reaksiya bo'ladimi deganligini bilish uchun mana bunaqa qilib EG faylit mana shu joyda, ya'ni mana shu o'ng chap tarafda EG fayl shakllanadigan bo'lsa, men zonani RBS qilib olmayman-da, chunki bilaman, что zonadan narx pastga tushib, pastroqqa tushib, keyin bu yerdan уже razvorot olishni boshlaydi. Shuning uchun ham men nima qilaman? Mana bu joydan EG faylit qilib olaman va menda narx mana shu holatda shakllanadi. Bozor pastga tushgan taqdirda ham meni stop holatim minimal holatda bo'ladi. Ya'ni mana shu holatdan olib chiqib ketishga harakat qilaman. Bu yerda aytaylik bizaga hech qanaqa bir confirmation yoki boshqa ola olmadik. To'xtab qolmaymiz, dalish ketamiz. Narx tepaga ketgandan keyin pastga tushdi. Pastdan razvorot olib narx tepaga ketdi. Ahamiyat beramiz, bizda EG faylit bor mana. Mana bizda EG faylit. Narx birinchi holatda ham low risk ishladi va dalish ketdi. Narx low risk va tepaga qarab уже tushishni boshladi. Bu yerda M30 ga o'tamiz. M30 kontrol qilishga o'tamiz. M30 kontrolda bizga zona kerak bo'ladi. Kuchliroq zona, ya'ni narxni olib chiqib ketishimiz uchun, ya'ni zona qilib olishimiz uchun bizga o'sha EG zonalar kerak bo'ladi. Bizda mana bu joyda mana EG zona bor, lekin EG zonaga narx test qilmadi. Mana narx test qilmadi. Значит, biza уже botga narx kelgisi kelmayaptimi? Уже mana bu joyda siypalanishni boshlayaptimi? Biza zonani mana o'sha, ya'ni reaksiya berishni boshlagan joydan qidirishni boshlaymiz. Bizda bu yerda mana zona EG faylit birinchisi high risk holatida kiryapti, ikkinchisi low risk holatida kiryapti. Ahamiyat berayotgan bo'lsanglar mana. Va bu yerda bizda mana bu joyda H1 da EG faylit RBS zona ham bor mana. EG faylit RBS zona narx bu yerda уже test qilyapti, pastsi kichkina time frame da test qilyapti. Mana bizda H1 da ham bor ekan aytgancha. Mana H1 da ham mana M30 da ham H1 da ham nima bor ekan? EG zona bor ekan. Ya'ni EG zonadan biz уже narxni olishni boshlaymiz. Bizda EG zonadan tashqari mana bu joyda ham EG zona shakllangan mana. Mana narx kelyapti, tepada yopilyapti, keyingi narx уже tepaga ketishni boshlayapti. Bu yerda yana katta time frame ga nazar soladigan bo'lsak, bu yerda mana bizda EG faylit bor, mana narx retest holati va bu yerdan EG ketgan. Biz M15 time frame ga o'tamiz, ya'ni EG faylitni haqiqiy ko'radigan time frameimizga o'tamiz. Va ko'zdan kechirib qo'yamiz, haqiqatan ham bu joyda bizda EG faylit shakllanganmi yoki shakllanmaganmi? Ya'ni ko'rib turibmizki, bizda bu yerda EG faylit shakllanmagan, lekin biz EG faylitni holatini mana bu joyda bergan. Mana ko'rishingiz mumkin. Mana bu bizda mana EG faylit va ahamiyat beramiz, bizda mana impuls pastga, impuls tepaga va keyingi sham ichiga kirib, bu yerdan уже narx nima qilyapti? Vilit bilan tepaga qarab chiqib ketyapti. Bu yerda mana biz M15 time frame da turibmiz va M15 time frame da o'zimiz uchun entry holatlarini qidirishimiz kerak. Bizning birinchi entryimiz bu mana bu holat bo'ladi. Narxni ko'rib olamiz, necha punktligini. 51 punkt. Buni ham o'tkazib yubordik. Narx o'tib ketdi. Narx kelyapti, bu yerda уже konkretniy anaqalar yo'q va mana bu joyda mana to'liq break, mana to'liq break. To'liq breakdan keyin bizda zona shakllanishi, bizda stop zona. Bu joyda bizda stop zona va bizda ko'ramizki nima bo'lyapti? 31 punkt stop bo'lyapti. Ya'ni bizning tepamiz 60 punkt bo'ladi. 60 punktda tashkil qiladi. Va mana bizda narx ichiga kirib, mana hozir ko'rsatganimdek boya aytdim, ya'ni zona mana bu zonaga, ya'ni mana bu holatni test qilgani keladi. Ya'ni o'sha holatni mana narx test qildi, test qilib tepaga qarab o'zini yo'lini oldi. Ya'ni o'z yo'lini topib chiqib ketdi o'zi. Bu joyda mana bizda re-entry uchun ham confirmation bor, ya'ni EG faylit holatida mana. EG faylit va mana bu yerda narx.
va mana narxni ko'rishimiz mumkin. Nima holatda yopilyapti? Low risk holatida yopilyapti. Narx low risk holatidan yopilib, tepaga qarab uchyapti. Bu botda уже hech qanaqa yengillik yoki boshqa bo'lmagan. Bu mana bu joyda adashmasam yengillik hisobiga uchib ketib qolgan bozor. Biz уже o'tga nazar tashlamaymiz, oldinga ketishga harakat qilamiz. Oldindan o'zimiz uchun confirmationlar qidiramiz. Botda hozir qanaqa qilib entrylarni bunaqa mustaqil, ya'ni bunaqa tiniq olasiz degan savolingizga javob bor. U matematik, sizlarga matematik zona berilganda уже mana bu narsalarni sizlar uchun pustoy bo'lib qoladi. Ya'ni faqat confirmation topish kerak bo'lib qoladi, bo'ldi. Mana bu orqadagi tarixlar bizga kerak emas. Ya'ni orqadagi tarixlarga уже qaramaymiz. Faqatgina shu matematik zona bo'yicha kontrol qilib bozorni olib ketishga harakat qilamiz. Bu yerda mana yana dars ketamiz. Bu yerda mana bizda ko'rayotgan bo'lsanglar, yana EG faoliyat holati M15 da shakllandi. Narx break qildi. Ahamiyat beramiz. Break impuls, orqaga pullback va narx tepaga ketdi. Bu joyda yana bizda nima bo'lyapti? EG faoliyat bo'lyapti. Narx low risk holatiga kiryapti. Low risk holatidan yana nima qilyapti? Tepaga qarab o'z razgonini olyapti. Narx уже bu yerda siypalanyapti. Biz nima qilamiz? M30 H1 time frame'larini kontrol qilib qo'yamiz. Ya'ni biza bozorni yo'qotib qo'ymasligimiz uchun. Aytaylik, mana bizda bozorda nima holat bor? Mana bu joyda bizda EG holati bor mana. H1 M30 time frame'ida. Va buni cho'zadigan bo'lsak, bizda mana bu yerda zona ham shakllangan bo'lgan, lekin biz H1 ga bitta o'tkazadigan bo'lsak, bu joyda bizda hech qanaqa zona yo'q. Hech qanaqa zona shakllanmagan, lekin mana bu joyda shakllangan mana. Mana bu bizda mana уже zona bo'lyapti mana. Ko'rasizlar? Bu yerda konkretni breaki bor, boshqasi bor. Biz buni yo'q xolasak olamiz, xolasak olmaymiz. Biz M30 da turganda M30imizni kuzatib qo'yamiz. Bizda mana bu yerda EG berganda orqaga keldi, yopilish tepada bo'ldi. Mana yopilishga ahamiyat beringlar. Mana tanasiga qo'ydim. Yaqinlashtiraman. Mana bizda narx tanasida turibdi. Men o'zimdan qo'shmayman, bosh qilmayman. Narx keldi, yopilish tepada bo'ldi, keyingi narx nima qildi? Uchib ketdi. Bu yerda ham уже kichik kattaroq time frame ga o'tib kontrol, ya'ni buzilish, narx buzilishini kuzatishimiz kerak. Bizda mana bu joyda mana o'zimizning confirmation bo'yicha EG bor. Kichkina time frame ga yuzlanamiz. Kichkina time frame ga yuzlanadigan bo'lsak, bizda yana o'sha holat, ya'ni EG ni qisqartirilgan holati bo'lib chiqadi. Ya'ni bizda stop holati kichrayadi. Stop holati kichraygandan keyin samo saboy full tiqish holatlari ko'payadi. Ya'ni nimaga? Chunki bizda zonadan tashqarida narx yopilib beryapti. Narx zonadan tashqarida yopilib bergandan keyin уже biz buni nima qilamiz? Buni o'sha full margin holatida ishlatamiz. Va bizda bu joyda mana EG faoliyat shakllangan, narx EG faoliyatdan tepaga urib ketgan. Bu yerda уже bizda EG faoliyatdan tashqari trend line holati ham shakllangan mana. Trend line ga urgan, pastga qarab tushishni boshlagan. Bu joyda yana добавочный bizga uchun confirmation bor, ya'ni yana EG. Yana EG holati mana. Xo'rasizlar? O'sha time frame'larni o'zida dalish ketadi. Endi yana bitta narsaga ahamiyat berib qo'yishinglarni so'rayirdim. Ya'ni nima? Ahamiyat berayotgan bo'lsanglar, narx kelyapti mana. Kelyapti, nima bo'lyapti? Birinchi slom bo'lyapti. Ikkinchi slom bo'lyapti. Va narx nima qilyapti? Oxirgi minimumlarni, maksimumlarni yengilay olmayapti. Faqat va faqat nima bo'lyapti? Slom bo'lyapti. Bu degani narx markaz struktura bo'yicha o'z holatlarini yengilay olmayapti. Ya'ni mana mana Xo'rasizlar? Ya'ni minimumlar, maksimumlar pasayib boryapti. Bu holatda biz faqatgina nima qilamiz? Ya'ni down trendga tushib olamiz. Down trendni kontrol qilishni boshlaymiz. Bu yerda o'zi yana kichkina time frame dan kattaroq time frame ga o'tib, kontrolni kuzatishga harakat qilamiz. Ya'ni bizda qanaqa zonalar bor? Pastda kutib olish uchun, ya'ni bayga ishlash uchun yoki sellga olib ketish uchun qanaqa zonalar bizga yordam beradi degan narsani o'zimiz uchun ko'rib olamiz.
Hozir ochilsa, shu internetim qotyaptimi? Nima bo'lyapti bu? Mana. Ahamiyat beramiz. Bu yerda bizada mana bu holatda mana bizada nima bo'lyapti? Mana zona, mana sham va mana bizada EG. Narx EG holatga kelyapti, tushib beryapti. EG holatda ichiga kiryapti, yana tushib beryapti. Ya'ni narx o'sha EG holatida ishlab ketyapti. Mana. Yana EG va yana narx. Ya'ni bu yerda ham xuddi shu kichkina time frame'dagi pasayishga o'xshab, katta time frame'da ham pasayish holati ketyapti. Tushuntira oldimmi? Bu yerda mana bizada to'laqonli EG fayli birinchisida mana break qildi, bu yerda break qildi, lekin tana mana bu joyda yorib buzib o'tib ketdi. Keyingi holatda tana yana impuls bilan buzdi, lekin yopilish holati uje pastda bo'ldi va bizda confirmation to'liq bo'ldi. Confirmation to'liq bo'lgandan keyin uje biz nima qilamiz? Narxni ushlashga harakat qilamiz. Endi biz bu yerda M15 ga ham nazar tashlasak bo'ladi, chunki M15 da ham juda ko'p entry tasdiqlab berib o'tib ketgan. Hozir shu narsani ko'rib chiqamiz sizlar bilan. Mana bu interfeysda qanday ishlayapti? Hop. Mana bu yerda mana bizada tak. Mana bizada sham, mana bizada stop hajmi 19 punkt, значит bizga 40 punkt tepa kerak bo'ladi. Va bizada mana 40 punkt tepa. Mana 40 punkt tepamiz yes bo'ldi. Mana bu holatlarda menimcha ololmaymiz. Nimaga? Ahamiyat beringlar. Bu yerda uje stop hajmi kattalashib ketyapti mana. Stop hajmi uje 45 punkt bo'ldi. Bo'ldi. Bu holatlarni biz nima qilamiz? O'tkazib yuboramiz. Na pastga kelyapti. Bu joyda yana bizda mana entry uchun holat berdi. Lekin bu yerda bizda narx 41 punktda tashkil qilyapti mana. Ozgincha qo'shgan taqdirda 41 punkt bo'ldi. Buni yana o'tkazib yuboramiz. Keyingi holat yana mana bu joyda shakllanyapti. Bu joyda mana bizda oxirgisida entry bu ham 43 punktda tashkil qilayotganligi uchun bu zonani ham o'tkazib yuborishga harakat qilamiz. Endi pastdan narx nazorat olyapti. Pastdan nazorat olayotganda bizga buy uchun confirmation beryapti. Ya'ni bizda buy confirmation bu 48 punkt tashkil qilar ekan, bu ham juda katta. Shuning uchun ham uni olmaymiz. Keyingi holat bu yerda bizda mana 20 punkt bo'lyapti. Bizga yana 40 punkt tepa kerak bo'ladi. Mana bizda 40 punkt tepa. Bu yerda narx tap kelyapti. Bu yerda mana bitta slom qilyapti. Lekin ahamiyat berayotgan bo'lsanglar, bu yerda ham narx hisobi juda ham katta mana 43 bo'lib ketyapti. Biz bu joyga yana qo'yib yuboramiz. Xo'p, mana bu joyda bizda mana nima hosil bo'lyapti? EG sham hosil bo'lyapti. Bu yerdan narx tepaga ketyapti. Tepada bizda EG fallet sham, ya'ni EG fallet bo'lyapti. Ahamiyat beramiz. Impulse break orqaga keldi. Bu yerdan ura nazorat olishni boshladi. Va bizga ikkinchi entry holatini ham tashab o'tib ketdi. Mana bizda bu joyda mana stopimiz 23 punkt va bizga 43 punkt tepa kerak bo'ladi. Biz aytaylik 50 punkt qilib oldik. Va mana bizda 1 ga 2 tepa, 3 ta sham o'zi bilan bozor polni hal bo'ldi. Bu yerda uje narx tepaga keldi, pastga keldi. Mana bu joyda stop oldi. Bu joydan uje nazorat oldi и так далее. Ya'ni narx mana shu holatda shakllanib boraveradi. Kimga nima tushunarsiz bo'ldi? Asqar aka, ikkinchi holat bo'yicha svecha pastda yopilsa men yopib boraman dedingiz. Bizda sistemada stop loss yo'q dedingiz. O'sha holatda impuls bilan tushib ketsa nima bo'ladi aka? Shu
holatda Input ko'p ko'rganman. tarixdan ko'ring, ko'p siz aytayotgan narsa ko'p tushmagan. Bir marta baribir test qiladi. Nimaga menda hozir mana siz bilan tarix ko'rganimizda unaqa holat chiqmadi. Siz prosta o'sha narsani sinab ko'ring, lekin har doim bitta narsaga e'tibor bering. Bir marta test qilganmi, yo'qmi, shu narsaga e'tibor bering. Ahamiyat bersangiz, mana bu yerda zona qilib qo'ydingda, lekin biz bundoq ko'rsak, mana biz o'ylaymizki, test qilmagan. Ertaga kelsa mana shu joyni test qilishi mumkin deymiz. Lekin bu yerda bozor test qilib bo'lgan o'zi aslida mana kichkina time frame ko'rasizmi? Lekin biz M30 ga olsak, mana M30 da bizda o'sha zona mana shakllangan. Lekin M30 da ham zona tasdiq bergan. Tushuntira oldim? Ha, tushundim aka. Ya'ni o'zidan o'zi break qilib yubormaydi. Baribir bir marta test beradi. Shu. Ariqni ko'rib chiqachi. Praktika qilib. Ha, test qilib chiqing. Okey. Eshitaman. Hop, g'oyat oson. Low entry, high risk do'su. Low entry full margin, ha. Ha. Shpilka bu yopilgandan keyin biza yopilib bo'lgandan keyin kiramizmi yoki qanaqa Yopilib kiramiz? bo'lgandan keyin mana bizda aytaylik EG faoliyatni ishlatish turini M5, M15, M30 deb berdim, to'g'rimi? Ya'ni qaysi time frame da EG faoliyatni ko'rgan bo'lsangiz, ana o'sha time frame o'zida zonaga yopilishini kutasiz. Tushundim. Yopiladi, shpilka beradi, keyin shunaqa. Ahamiyat berib qo'yish kerak bitta narsaga. Mana aytaylik, bizda hozir tak EG fail topingi mana yaxshi tak ishlagan. Mana bizda EG fail. Ahamiyat bering bitta narsaga. Mana bizda mana bu yerda EG fail shakllandi, mana. Mana bizda EG fail shakllandi. Bitta narsaga ahamiyat bering. Bu holatda mana shu EG fail holatiga yana qanaqadir confirmationlar bo'lish kerak. Pastga ham bitta qarab qo'yadi. Bu holatda yo'q. Bu holatda yo'q. Lekin boshqacha holatlarda kelib qolishi mumkin. Ya'ni aytaylik, mana bu joyda aytaylik EG faoliyat keladi, mana bu joyda. Lekin mana bu joyda EG ni o'zi ham turgan bo'lishi mumkin. Tushunasizmi? Обязательно nima qiladi u? Birinchi bu yoqqa shpilka tashiydi, keyin EG faoliyatni o'ziga urib ketadi. tushundim. Ya'ni o'sha EG fail ishlatayotganingizda pastki taraf, ya'ni oxirgi maksimum yoki oxirgi minimumga ham qarab qo'yinglar. Mana bizda EG fail turibdi va menda nima bor? Oxirgi minimum bor, mana. Mana shu minimumni tagiga qarab qo'yishim kerak har doim. Tushuntira oldimmi? Tushundim, okey bo'ldi. Kimda yana qanaqa savol bor? Assalomu alaykum. Salom. Mana bu 2 marta buzilishi kerak dedingiz, EG fayldachi? 2 marta? Ha, Nima deganingiz 2 marta? EG anaqa hozir aytaman. EG bilan ishlamayotganda, ana 2 marta buzilgan bo'lishi kerak. Shunda aniqroq bo'ladi analiz degan edingiz. Mana buni aytyapsiz. Narx keldi, mana EG yasadi. 1 marta buzilish, 2 marta buzilish, keyin kelsa kuchliroq bo'ladi. Shuni aytasizmi? Ha, hozir shuni. Ha. Bunaqa, bu ham to'g'ri, qarang. Mana bunaqa holat bor-da. EG ikki xil holatda ishlaydi. Siz aytayotgan holatingiz bozor, mana bu yerda mana EG yasab, EG berdi-da, mana bu joyda-da. Mana bu joyda EG berdi, to'g'rimi? Bozor uzoqlarni aylanib keladi-ku. Mana shu holatda o'sha qaraysiz, agar EG yonma-yon kelib qolgan bo'lsa, mana bizda EG berdi-da, yana bu yerda narx berdi-da, mana bunaqa qilib narx berdi-da, yana bitta yurib, aytaylik. Mana bu yerda yana bitta yurdi-da, mana bu yerda bizda aytaylik EG faoliyat bor, EG ni o'zi bor edi. Mashina bitta shpilka tashiydi, uchib ketadi. Va bizda holat mana bu holatda bo'lib qoladi. Mana. Siz aytayotgan narsa, ya'ni ikkita resistan yoki ikkita supportni buzgandan keyin ishlaydigan bo'lsa, low risk holatga kiradi. Обязательно test qiladi. Bu holati bu o'sha nima deydi? Entry dalivka deyiladi-ku, entry dalivka qilib ketish uchun ishlatsa bo'ladi.
Rahmat. Kimda yana nima savol? Bu kimda yana savol bor? Aka eng yaxshi tarifga 15 minutmi, shunda M15mi? Asosan Qaysindi? EG faylda. EG faoliyatda M5, M15, M30. Ha, Mana bu tushundim. EG'larda oladigan zona oladigan time frame'inglar H1 M30, confirmation olib entry qiladiganinglar M15 M5. Ya'ni qanaqa? H1 bo'lsa M15 entry uchun, M30 bo'lsa M5 entry uchun. Bo'ldi, tushundim aka. Asqar aka, shunda masalan H1 zonamiz bo'lsa, Aha. ichiga narx qaytib keladi-yu, shunda Aha. H1dan N25 dan masalan Engulfing Failed qilamiz. Ha. To'g'rimi shu? Ha, Engulfing failed yoki hozirgi kostga mana bu bori 1-2 ishlaydigan holat. Ha. Ana o'sha holatni kutasizlar. Ikkalasidan bittasi berdimi, qo'rqmasdan kiriladi. High risk, low riskga qarab. Ha. Ana 1-2 tepada riskni o'zingizlar hal qilasizlar. Xohlasanglar full kirasizlar, xohlasanglar riskka amal qilib kirasizlar. Lekin mana bu zonaga kelganda tappa deb kirib olmaymiz. Confirmation обязательно kutamiz. Tushuntira oldimmi? Обязательно. Zonamizga kirganda confirmation qilamiz. Da, ana o'shanda to'liqroq kiramiz, ya'ni qo'rqmasdan o'tira olamiz. Har doim esingizda tursin, 50 punktda save qilinglar, обязательно save bo'lsin. Rostlar, aytaylik 10 ta pozitsiya ochgan bo'lsanglar, 8 tasini avtomatik save qilib yuboringlar. Rostlar, lichda menda shunaqa 10 ta, 15 ta pozitsiya ochadigan bo'lsam, aytaylik 8 ta, 9 tasini save qilib yuboraman-da, bo'ldi, qolganini bezbutga qo'yib qo'yishab o'tiraveraman. Qatga ketsa ketaversin. Nimaga qatga ketsa ketaversin? Chunki men o'zimni ani boyiga 50 punkt yurganda o'zimni foydamni olib chiqib ketib bo'ldim. Tushunasizlar? Ha, tushundim aka. Qolganini o'sha bezbutga qo'yib qo'ysanglar bo'ladi. O'sha qatga osmonga ketsa osmonga ketadi, pastga tushsa pastga tushib boraveradi. Qo'rqmasdan ushlab o'tiraverasizlar. Shunaqa. Rahmat aka, tushundim. Xo'p. Kimda nima savol bor? Tez bersanglar, keyin shom o'qib olardi. Shom vaqti ham olib qoldi. O'tib ham ketdilar. Keyin Asqar aka, H1dagi engulfing bo'ladi-yu, zona qilib olamiz. O'shini shpilkasi bilan urishish shart deyapti-ku, shuni chiqib ketgan holat ham ko'p bo'ladi-da, shunda harakat qilsak bo'ladimi yo baygisligiga, holatiga qarab. Tepaga chiqib ketgan holatimi? Ha, o'sha shpilkasi urmasdan tepaga chiqib ketadi-yu, keyingisi chiqadi. O'sha holatda ishlatsa ham bo'ladimi? Mana shu zonaga обязательно test qilsin, test qilish kutish kerak. Yo'q, uni tushundim. Engulfing qiladi-yu, o'sha engulfing qilish. Mana bunaqa kelganda kirsangiz bo'ladi. O'zingizga havola bu. High risk holat hisoblanadi bu. Lekin men bekorga aytmayapman. Zonani обязательно test qiladi deb bekorga aytmayapman. Prosta kirib olasizlar-da, bozorda o'sha mana bu yerdan kirgan bo'lsangiz, bittada reaksiya bera oladi-da, tushunasizmi? Bittada 30, 40, 50, 60 punkt reaksiya bera oladi. Ana o'sha punktuatsiyani olib chiqib ketish kerak bozorga. Tushuntira oldimmi? Ya'ni kirsa bo'ladi, mana bu holatda ham. Narx keldi, mana sizda konkretniy EG turibdi, biror marta test qilmagan, narx keldi, mana shu joydan обязательно reaksiya beradi. Bir marta bo'lsa ham test qilib ko'radi bozor. O'zidan o'zi tappa, mana shunda kiyotda tappa buzib keta olmaydi. Agar buzib ketgan bo'lsa, значит, sizda orqa tarafda narxni test qilib ko'rgan bo'ladi bozor. Tushuntira oldim? Обязательно test qilgan bo'ladi orqada. Tushunarli, tushundim.
Kimda yana nima savol? Assalomu alaykum. Olaykum. Assalomu alaykum, ustoz yaxshimisiz? Rahmat. Ustoz, bitta savolim bor edi. Hop. Mana shu iji faytlarni nima qilib olyapsiz? Qaytgan joylardan olyapsiz-ku Mhm. narxni. O'sha maksimum necha punkt pastga nima qilgan bo'lish kerak? Ba'zi bir nimalarni ko'ryapman, o'sha bozordagi holatlarni ko'ryapman. Ozgina masalan 20-30 punktdan pastga nima qilib tushib, keyin tepaga ko'tarilgandan keyin retestidan Ben kiramiz-ku. Iji to'g'ri faytni. savolingizga tushunmadim. Nima deganingiz? Necha punkt bo'lishi kerak? Iji faytlarni olayotgan vaqtimizda Hop. zona qilib olamiz-ku. Hop. O'shani pastga tushgani, masalan, buy trendga bo'lgan vaqtda pastga tushgan, nisbatan pastga tushayotgan vaqtda o'sha tepadagi maksimumdan olinadi iji faytni oxirgi zona sifatida. Hop. O'sha necha punkt maksimum nima qilgan bo'lishi kerak? Pastga tushgan bo'lishi kerak punkt bo'yicha. Chunki ba'zilarini ko'ryapman, 20 punktdan tushgan, 30 punktdan tushgan. O'sha sal chalkashlik borda manga. Ben to'g'risi bor, okey, savolingizga tushunmadim. Tushunishga harakat qilaman, lekin tushuna olmayman. Nimani punktuatsiyasini aytasiz? Aytaylik, mana hop, mana bizada EG, mana EG. Narx nima qilish kerak? Shuning ichiga tushish kerakmi? Tepadagi masalan narx break qilib qo'ygan, tepadagi zona iji faytni. Hop. Mana buni. Ana shu. Mana buni. Aha, mana shu. Hop. Ha, xuddi mana shuni. Hop. Mana shuni iji fayt deb olgan taqdirimizda Hop. ba'zi zonalarga nima qilyapman, ko'ryapman. Ozgina pastga nima qilgan, tushgan, keyin tepaga ko'tarilib ketganda mana shu vaqtga qanaqa qilib bo'lishimiz kerak? Mana bekorga aytmadim. Zona break biza uchun zona ishlamadi. Zona break bo'lmasdan shpilka bilan tepada yopildi, ishladi. Tushunyapsizmi? Mana. Aha. Mana. Mana shunaqa holat bo'ladi. Agar sizda zona agar buzib o'tib ketadigan bo'lsa, ya'ni bizda ko'rgan bo'lsangiz, o'zi ikki holat. Mana bu holat bizda mana high risk holatiga kirib qoldi, to'g'rimi? Chunki nimaga? Tanasi bilan kirib keldi. To'g'rimi? Aha. Mana tanasi bilan kirib keldi, high risk holatiga kirdi. Keyin o'sha keyingi sham nima qilyapti? Chiqib ketyapti. Mana shu high risk holatida riskka amal qilib kiriladi deb bekorga aytilmadi. Lekin xuddi shuni low risk holati ham bor. Tushunyapsizmi? Low risk holati qanaqa bo'ladi? Aytaylik, mana bu bizda sham bo'lsa, aytaylik, просто EG deb oladigan bo'lsak, low risk holatida обязательно sham mana bu tana tepada yopiladi, zonaga nisbatan. Ana shu low risk bo'ladi. O'sha orqaga qaytmaydi bu. Srazu uchadi yoki srazu o'sha 50 mi 60 punktimizani yurib beradi. Tushunarli so'z. Shunaqa. Assalomu alaykum ustoz. Alaykum assalom. Men bu o'tgan safargi darsda H1 keyin H1 M30 ni test qilmasdan ketib qolmaydi degan edi. O'shani ko'rsatib tushuntirib berasizmi? Nima qilmasdan? Hozir 1 minut. H1 Hozir 1 minut, 1 minut. degan. Hozir 1 minut.
Xo'p, nima deyotgandingiz? O'tgan safargi darsda H4 H1 keyin H1 M30 test qilmasdan shundoq ketmaydi degandingizda. O'shani yani grafikda ko'rsatib bera olasizmi? Mana M5. Hop. Bitta narsaga ahamiyat beramiz hozir. Aytaylik, prosta oddiy shamlarni o'zidan olib ketaman sizga. Mana bizda M5 holati. M15 ga o'tamiz endi. Qayerda? Voy, yo'qotib qo'ydim. O'ng tarafda asqar aka, o'ng tarafda. O'ng tarafdamidi? Yana. Ha, bo'ldi, topdim mana. Pastda. Mana, topdim. Bizda M15 test qildi, to'g'rimi? Keyin nima qilyapti? M5 test qildi, M15 test qilyapti, to'g'rimi? M30 ga olamiz. Bizda nima qilyapti? M30 ni test qilyapti. H1 ga o'tamiz. H1 test bo'lyapti. H4 ga o'tamiz. H4 da o'sha zonani o'zida turibdi mana. Mana. Tushuntira oldim nima demoqchi bo'lganim? Ha, tushundim. Rahmat. Yo, tushundingizmi, tushunmadingizmi o'zi? Yo, hozir grafikda ko'rsatganingizda tushundim. Ya'ni har bitta ochilgan shamni bozor test qilib ketadi. Har bitta ochilgan shamni test qiladi. Shu narsa nazarda tutilgan bu yerda. Voy. Mayli, anaqa. Shom o'tib ketyapti. Shom o'qib oling. Bugungi darsimiz shu. Sizlarga yana bitta dars tashlab beraman. U darslikni ham yana bitta ko'rib chiqasizlar. Hozirgi sizlarni video darsliklarini ham tashlab beraman. Buni yana bitta takror ko'rib olasizlar. Keyin yangi mavzu bo'yicha dars tashlayman. Dushanba yoki seshanba kuni o'sha mavzu bo'yicha dars qilamiz. Sizlar bitta darsni ko'rib, ko'zni o'rgatib olasizlar. Keyingi seshanba o'sha mana kelayotgan hafta seshanba yoki dushanba kuni dars bo'lganda o'sha mavzu bo'yicha yana darslikni o'tib beraman. Tushundinglar? Чтобы yaxshiroq anaqa qilishinglar uchun, tushunishinglar uchun. Tushuntirib bera oldimmi? Nima u eshitilmayapti? Tushundik. Asqar aka tushundik. Hozir darslar ham ko'payib ketdi, orada dicha Pererif vaqt beramizmi? Ha. Bo'lmasa qaranglar. Chorshanbagacha pererif beramiz hammaga. Hozirgi darslik bo'yicha hammanglar yana bir bor takrorlab ko'rib chiqinglar. Hozir men bugungi darsimizni ham sizlarga tashlab beraman. Bugungi